Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ezguniyat klinikasida navbatdagi operatsiyamizni o'tkazdik. Bolachamizni 5 yoshli Toshkent shahridan tug'ma yurak nuqsoni bilan ochiq yurak operatsiyasi o'tkazish zarurligi aniqlandi. Mirabror Usmonov fondi ko'magi yordamida shu Ezguniyat klinikamizda tug'ma yurak nuqsonini to'liq bartaraf etish operatsiyasi muvaffaqiyatli bajarildi. Sog' salomat bo'linglar. Mani o'g'lim 5 yosh. Tug'ilgan payti yurak parokub diagnoz bilan tug'ilgan. Lekin mablag'lar bo'lmagan sababli operatsiya qildirolmaganmiz. Mana endi Mirabror Usmonov nomidagi xayriya fondiga murojaat qildik. Bizga yordam tariqasida pul ajratishdi va mana operatsiyamiz o'tdi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Bolam sekin-sekin o'ziga kelyapti. Fond xayriyaga alohida minnatdorchilik bildiraman.